lagerlar boshqa davlatlarda o'tkaziladi va janglarga Rossiyada tayyorgarlik ko'radi. Rossiyada ham bir qator. Приветствуйте его соперников в красном углу из Казахстана, Алматы, Еркебулан Demak, Yerkebulan To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Toshkent, salom alaykum. Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. To'xtar. Ha, Yerkebulan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlama anchagina o'sdi Yerkebulan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Yerkebulanning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Yerkebulan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida Bekzat Almaxon bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi. Bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish juda yuqori do'stlar. Yerkebulan qozog'istonlik sportchi, pro boksda bittagina jangi bor. Lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikulin kuchli sportchi, lekin mana bu e'tibor Yerkebulanga bo'lgan, mana bu e'tibor ham Nikulinga biroz ta'sir qilsa kerak. Yana bilmadim, ko'ramiz do'stlar. Jangni kuzatamiz. Qozog'istonlik mashhur aktyor edi bir paytlar. Ana endi u mashhur sportchi sifatida e'tirof etilyapti. Butun arena kutdi mana shu jangni do'stlar. Kutdi, atmosfera umuman boshqacha. Ringda ham harorat shunaqa bo'lsin deb qolamiz va kuzatamiz do'stlar jarayonni. Arena tinchimasa suxandon gapira olmaydi. Va madhiya hozir. Qozog'istondan kelgan muxlislar ham anchagina madhiya. O'zbekiston madhiyasi yangraydi do'stlar. Прошу вас всех встать. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Mana o'sha madhiyamiz. Butun arena kuylaydi.
Ajoyib do'stlar. Harorat maksimum ko'tarildi. Arenada atmosfera umuman boshqacha. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz maqsadini вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги Hardcore Boxing, чемпион лиги Hype Reality из Узбекистана, Узбек o'g'loni, верный сын узбекского народа из Tashkentda. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFB Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya ham. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jab bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jab Nikolindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkebo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebo'lan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va
davom etadi. Bu bilan hisob ko'p va to'g'risini aytaman, endi til uzun bo'ladi. Tez buni qaysi bir boshqa MMA yurtdoshimiz va boksda qaysi birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erkibo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkibo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikolinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz sportchini. Kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raundda tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации, аплодисменты в этом ярком поединке, которого так все долго ждали. На первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erkibo'lan Erkibo'lan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Erkibo'lan, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni o'z bolaga bergan. Сөйткенде kimmen chiqqim keladi degan Erkibo'lan To'xtarmen dedi-da bu. Bu meni o'zining istoriyasida жазғысы keldi. А men buni o'zim istoriyama жазып ketdim. Bu o'yladim, какой-то актер Qozog'istondan kelgan. Bizda любой адам разговаривать bilmaydi-ау deyman. Qanday rahmat. So'sin. 3-4 personaj uchun бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебұлан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады екен бұл, мен де сезіп көрейін.
Gol qaydasin! Победитель головой O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkibo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkibo'lan To'xtar va bir tomonda arenani bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkibo'lanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Спасибо за вечер. Boksdan ekan, bilmadim. Tashkilotchilar Rahmat za ketish вечер. kerak. Qaysi bir promotorlik всё kompaniyasi нормально, брат. ketish kerak. Я уже подрался. MMA Я olamida бесплатно bo'lsa не дерусь. tushunarli. Зия, Рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Tashkent, дайте сумму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт! Это только спорт! Kelishishdi. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба, пусть так будет всегда. Это только спорт. Erkibo'lan, эти аплодисменты для тебя! Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashishdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Ahil ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa, keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deyman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.